chiqindidan qarzi bor iste'molchilarni elektr tarmog'idan uzib qo'yiladi degan mazmunda talqin qilinmoqda. Aslida bu sal boshqacharoq. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5-sonli farmoni bor. Bu farmonda shu chiqindini to'lovlarini tartibga solish, to'lov intizomini shakllantirish maqsadida vazifa yuklatilgan. Bu shundan iboratki, agar chiqindidan qarzingiz bo'lsa, buni ogohlantirish SMS xabarnomasi yuboriladi. Ya'ni bizni qisqa raqam orqali 2100 orqali SMS xabarnoma yuboriladi. Agar 5 kun muddat beriladi, 5 kun muddat ichida ham chiqindidan qarzdorlik bartaraf etilmasa, shunda elektr energiya uchun to'lov cheklanadi. Birdaniga uzib qo'yilmaydi. Endi bu nima degani? To'lov cheklangandan keyin raqam hisobingizdagi to'lov miqdori baribir har kuni elektr energiya ishlatgandan keyin bu qaysidir kuni 3 kun, 5 kun, balki ko'proq bo'lsa 10 kun baribir tugaydi. Shu tugagandan keyin tizim, bilasizlar, ASPI tizimimiz tarmoqda avtomat uzadi. Shu tomonlama cheklanadi. Bu shunday talqin qilinadi. Qarzi bor iste'molchi, yana qaytaraman, chiqindidan qarzi bor iste'molchi to'g'ridan to'g'ri elektr tokidan uzib qo'yilmaydi. Faqatgina elektr energiyaga to'lovi cheklanadi.